Xotin bu ham bo'ldingmi? Kech qolamiz. Hozir. 2 minut. Bo'pti, pastda o'p turaman. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana shuni o'rtog'imga berib qo'ya olasizmi? Hozir keladi. Boydan beri kutyapman, kelmayapti-da. Aksiga olib bolamni ham mazasi qolmayapti. Bo'ldi, aka, momasi. Yaxshi odam ekansiz, rahmat. Bo'ldi, aka. Aka, bu sumka meniki emas, tanimayman, aka, kimligini ham bilmayman. Qolganini idorada gaplashamiz. Qanaqasiga, aka? Oradan shuncha yil o'tdi. Xotinimga bir marta ham xat ham yozmabman. Bechora xotinim bo'lsa meni necha yil kutdi. Yig'lab ko'z yoshlari ham qolmagandi. Xotin? Uf, namuncha shoshilib turaverasiz? 2 minut dedim-ku. Yashaylar sizlar, yashaylar. Men endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar men endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar, nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Rahmat. Turing bitta emizing, yo sut bering, qornoch qolib ketdi. Mana ichaymi yo, ha? Issiq bu ham, ey. Bormi nimadir mana shu nammani, onasini yemsin, nammani. Aka uka suhbati. Nortoy. Aka, Qatdan kelyapsan? Soat 10 bo'ldi. ko'chada? Ondan nemgurjak kalta ishli bola bo'lyapsan-da. Mana men soat 10 bo'ldi, uyda o'tiribman. O'tirasiz, siz hech qayerda ishlaymaysiz-ku, ertalabdan kechgacha uydasiz aka. To'g'ri. Zato men senga o'xshab chakmayman. Zato siz ichasiz aka. Zato meni es-hushim joyida, ko'chadinglar bilan urushib talashib yurmayman. Yoki keneyinga xotinimga qo'l ko'targanimni ko'rganmisan 1-2 marta? Chunki keyin mursiz po'qizni chiqarib qo'yasiz, qo'rqasiz. Jim, o'zi eshitmasin. Onangni bir boshi ortib yubordi, xullas. Nima xohlaysan mendan? Nima xohlaysan? Men indamadim, siz gapiryapsiz menga. Voy. Bo'pti, bor muzlatkichdan muzli suv ber, chanqab ketdim. Muzlatkichni sotib kayf qo'rganingizga 2 oy bo'ldi aka. Bo'pti, nima gap qaytaryapsan? Baba kaltiysan sen. Gap qaytarmadim. Xotinni urmagandan keyin seni uraman. Kelaya oyi. Mana yaxshilab qaranglarchi, o'lganmikan? Xo'p, o'lim. Nafas olyapti, 100% o'lgan. Ish qilib ayyorlik qilmayaptimi? O'lgan. O'lgan. Ketdik endi. Yo'q, bermaydi. Xotinim telefon qilyapti. Ha, xotin. Ha, urishdamanmi? Ya urushda nima qiladi? Urushadi-da, xotin nima deganing u? Ya o'ynab yuribmanmi men? O'ynab yuribmanmi? Nima ish olmaysan? Qiziq ekan. Hozir mana gapirib yuboringlar. Ha, yanga. Ha, gapiring, normalni gap. Ha, keling, xavotir olmang, yeringiz urishda. Bo'ldimi? Ishondingmi endi? Qaytaman onasini emas, shu urushdan omon qaytsam qaytaman.